Xo'sh, demak, umumiy mahsulot, o'rta mahsulot, me'yoriy mahsulot. Bu haqida gapirsak, umumiy mahsulot total product. Ya'ni ingliz tilida biz iqtisod sohasida ko'proq ingliz tilidan foydalanamiz. Shu narsaga e'tibor beringizlar. O'zgarmas ishlab chiqarish omili sarfiga to'g'ri keladigan mahsulot miqdori, masalan, total product label. Mehnatning umumiy mahsuloti. Mehnat label boshqasini esa qo'ymaydi. Va total product capital. Kapital bu aytgandek sizning o'zingizdagi moddiy va nomoddiy boyliklaringiz o'shanisi. Endi bu o'rtacha mahsulot average product ANP va boshqalar ikkalasi boshqarib olinyapti. Xo'sh, average product label bu mehnatning o'rtacha mahsulot, o'rtacha hisoblanadi. Total product labelni L ga bo'ladigan bo'lsa, bu topiladi. Me'yoriy mahsulot. Endi bu me'yoriy mahsulot sizga tushuntirsam, sizning ish kuningizda bir kunda 7 ta mahsulot ishlab chiqarishingiz kerak, 7 ta. Lekin o'ylayapti, xo'jayin aytyapti, xullas endi iltimos qilyapti, 7 tani ko'p ishlab chiqarishing kerak. Yana bitta kerak. O'sha sizlar bir kunda 7 tani 8 ta ishlab chiqarasiz. Ya'ni bitta 6 ta ishlab chiqaryapsiz kunida, bir kunda. O'sha ishlab chiqargan ortiqcha bitta mahsulotingiz bu me'yoriy mahsulot deb ataladi. Ya'ni marginal product. Marginal product deyiladi. Mana o'zgarmas ishlab chiqarish omilidan qo'shimcha foydalanish hisobiga ishlab chiqarilgan qo'shimcha mahsulot. Bu narsaga e'tibor beringizlar, o'zgarmas ishlab chiqarish omilidan deyapti. O'zgarmaydi. Xo'sh, endi bu yerda har bir mehnatning ham, kapitalning ham ortiqcha marginal qiymati bor, ya'ni me'yoriy qiymati bor. Topadigan bo'lsak, marginal product label, ya'ni mehnatning me'yoriy mahsuloti. Marginal product capital, kapitalning me'yoriy mahsulot. Bu formasi mana bu average qo'shib ketadi, o'rtacha mahsulot topish formasi qo'shib ketadi, esa qo'shib keladi. Keyingilarga bo'lsak, buni o'zining qonunlari bor. Me'yoriy unumdorlikning kamayib borish qonuni. Demak, belgilaymiz. Ishlab chiqarish funksiyasining ko'rinishi quyidagicha bo'lsin. Aytaylik. Konstanta, ya'ni K, capital o'zgarmas. Bitta korxona bor. Korxonada 7 ta stanok bor va ishchilar soni o'zgaradigan bo'lsa. Xo'sh, bu funksiya qisqa muddatli davrga oid, uzoq muddatli davrda o'zingiz bilasiz, kapital, ya'ni kapital stanok soni o'zgarib ketishi mumkin. Bu qisqa muddatli davr va yer va kapital uchun o'zgarmasligi uchun olyapmiz. Qisqa muddatli davrni eslab, mana shu joyga e'tibor beramiz. O'sha yerga qo'yib qo'yamiz, e'tibor berasizlar. Qisqa muddatli davr uchun. Demak, me'yoriy unumdorlikning kamayib borish qonuni bo'yicha birorta ishlab chiqish omilining, misolimizda mehnat omili o'zgaryapti-ku mana label mehnat. Konstanta kapital o'zgarmayapti. Ishlatilishi ko'payib borayotgan sari boshqa omil o'zgarmagan holda, misolimizda kapital omili o'zgarmayapti. Natijada shunday nuqtaga yetib boradiki, bunda shu omilda qo'shimcha foydalanish ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining pasayishiga olib keladi. Sizga sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, shakarni ham ozisi bo'lmaydi. Ko'p narsa uncha yaxshi emas. Faqatgina yaxshi bo'ladi. Faqat pulning ko'pi ham zarar bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilikka pulning ko'pi yaxshi. Iymonning, bilimning ko'pi zarar bo'lmaydi. Mana shuni e'tibor berishimiz kerak. Demak, bu yerda funksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu funksiyamiz e'tibor beramiz total product label, ya'ni mehnat umumiy mehnat. Bu esa marginal product, ya'ni mehnatning me'yoriy qiymati, average product bu esa mehnatning o'rtacha qiymati. Funksiya bir-biriga parallel tizilgan, tushuntirish uchun mana e'tibor berasiz. S nuqtada mana S nuqtada umumiy mehnat kuchimizning soni maksimum ketyapti. Ortiqchamiz esa nolga tushyapti. Tushuntirishdan. Korxonada aytib qo'yay bir joyda mana bu K, ya'ni konstanta kapital yerda o'zgarmaydi. Tushuntiradigan bo'lsam sizlarga endi. Xo'sh, korxonamizda 7 ta stanok bor. Bizning o'sha 7 ta stanokda har biriga
ikkitadan ishchi ishlaydi. Bittadan ishchi ishlaydi. Jami 7ta ishchi korxonada jami bir hafta davomida kuniga ikkitadan 14 ta mahsulot ishlab chiqaradi. Kelyapti. O'zi korxona nima qilyapti? Yangi ishchi qabul qilyapti o'ziga. 3ta yangi ishchi qabul qilyapti. Ana 7ta sinfdagi bir kishini ishlayapti endi. 3ta sinfdagi endi 3ta ishchiga sherik topilyapti. Ular endi yarim stavka bo'linib ishlaydi. Ya'ni bittasi davom ettirganda ikkinchisi ishlaydi. Bu bilan mehnat unumdorligi oshadi. Demak, bu yerda bir haftada endi 14 tamiz, 13 ta deylik. Qaysi sinfda ikkitamiz 3ta ishlab chiqaryapmiz donadan. Endi qarayapti, kompaniya firma aytyapti, deydi, o'sha foydamiz ko'paydi. Endi yana 4 tani qilamiz deydi. 4 tani ishchi ham qabul qiladi deydi. Endi har bir sinfda 2 kishi ishlayapti, 2 kishidan. Nima bo'ladi endi? Bir haftada 12 ta emas, har bir 3 kundan keyin 20 ta mahsulot ishlab chiqaradi. 21 ta. O'sha endi foyda maksimumga chiqdi. Mana 20 ta mahsulot oldik. Endi nima qilyapti? Kompaniya ortiqcha ishchilar sonini yana ko'paytirib boshlayapti. O'zi yana 3 ta ishchi olyapti. Yana bu safar foyda salbiy ko'payadi, maksimumga yaqinlashadi. Lekin qaysidir nuqta keladiki, ortiqcha ishchilar paydo bo'ladi. Ya'ni bitta sinfda 3 kishi ishlayapti. Ya'ni tasavvur qiling, 7 ta sinfga oxiri firma ishchi qabul qilyapti. Oxiri 21 kishi bo'lib ketdi ishchilar soni. 7 tadan o'zi 14 3 barobar ko'payib ketdi ishchilar soni. Endi bu vaqtda yana ortiqcha ishchi qabul qilyapti firma. Endi bu ortiqcha mana marginal product labor. Ortiqcha ishchilar soni ko'payadi. Bitta ko'payadi. Bu yerda nima bo'ladi? Sinflar yetishmaydi, ishlab chiqarish tobora tushib boshlaydi. Ishchilar o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lishi mumkin. Bu qiymatning kamayishi olib keladi. Ya'ni qachonki sizda ortiqcha ishchi kuchi paydo bo'lmasa, sizning mahsulotlar soningiz maksimumga yetadi. Bu degani barcha ishchilar 100% ishlayapti degani. Ortiqcha ishchi kuchi yo'q degani. Bu yerda maksimumga yetadi. Endi sizlarga eslash uchun yozib qo'yamiz, mana boshlaymiz. Demak, qachonki total product label maksimum nuqtaga erishadi, marginal product label nolga teng bo'lgan nuqtada o'sha maksimum nuqtaga erishadi. Bu bizning birinchi shartimiz. Sizlar tushundingizmi umiddaman. Demak, endi keyingi soatga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, ishlab chiqarish omillari, ularning unumdorligi faqatgina nisbat bo'lgandagina ishlatiladi. Siz endi mantiqni o'ylang, bitta eski stanog'ingiz bor, unga paxtani aytganda to'p presslab beryapsiz odamlarga, unga ketkazgan svetingiz va elektr tokga saqlaysiz-ku, ketkazgan vaqtingiz qoplamayapti. Siz nima qilasiz? Ishlatmay qo'yasiz, bo'ldi, to'xta, yoqiladi, bo'ldi. Shuning uchun uning unumdorligi faqatgina nisbat bo'lganda ishlatiladi. Ishlab chiqarish omillari. Demak, resurslarni ishlatish qoidasi, resurslarni maksimum ishlatish qoidasi bor. Buning uchun nima bo'lishi kerak? Marginal revenue har bir qo'shimcha mahsulot uchun olingan daromad, marginal revenue har bir qo'shimcha ishlab chiqarilgan mahsulot uchun har bir ishlab chiqarilgan qo'shimcha mahsulotingizni sotasiz, o'sha sotgan mahsulotingiz bilan o'sha qo'shimcha narxingiz birga teng bo'lishi kerak. Tushuntirman. 10 ta mahsulotni 10 mingdan sotyapsiz. 11-chi mahsulotni agar 10 mingdan sotsangiz, u ishlab chiqarish, ya'ni resurslarni ishlatish qoidasiga to'g'ri keladi. Demak, darsimiz 4-qismga bo'lganini bilmayman, chunki vaqtimiz kam qoldi. 30 sekund 4-qismni olayotganmiz. Endi uzr so'raymiz sizlardan.